Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 2 apreldan 5 aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalar 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 2 aprel kuni 21-26 daraja iliq, 3 aprel kuni esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. 4 hamda 5 aprel kunlari esa 23-28 darajani tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo hamda Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqatgina 2 aprel kuni Toshkent viloyatida yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 2 aprel kuni 25-30 darajagacha ko'tariladi. 3 hamda 5 aprel kunlari esa 21-26 daraja atrofida bo'ladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-3 aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4 hamda 5 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 2 aprel kuni 25-30 darajagacha ko'tariladi. 3 aprel kuni 23-28 daraja iliq bo'ladi. 4 hamda 5 aprel kunlari 21-26 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.